Masalani oldin juda ham ko'p yakka peredachalar bo'lardi, ko'rsatuvlar juda ko'p bo'lardi. Ular uchun raqqosalar to'g'risida har doim musiqa javoni bo'lardi. Har bitta hozir o'sha narsa ko'rsatuvlar kam. O'shalarni yaqqol yakkaxon raqqosani ko'rsatadigan nimalar ko'rsatuvlar kam. Endi xususiyda bo'lgani uchungina bular xususiy deydi-da, qanaqa libos kiysa kiyyapti. Qanaqa, chunki xususiyda faqat pul o'ynaydi shekilli deyman-da. Davlat tadbirida, davlatda telekanallarda albatta u to'g'ri raqs tushish kerak, to'g'ri ijro etish kerak, har bittasi talabga javob berish kerak. Hozir shu narsalar ham ozgina, mana libos masalasi ham ozgina o'zgarib ketdi. Xususiyda bo'lgani uchun xohlasa Farg'ona yo'nalishiga Uyg'ur nimasini kiyib oladi, bosh kiyimini kiyib oladi. Arabcha musiqaga o'zbekcha qo'shiq aytiladi-da, u boshqacharoq yana. Tojikcha raqs ijro etilishi mumkin. Bu narsalar ozgina bizda chalkashlik bo'lib ketdi. Bu narsalarda men o'ylaymanki, bu yerda hammani hissasi bor. Bu yerda televideniya ham aybdor, biza ham balkim ko'proq gapirishimiz kerak. Bu uchun qanaqadir katta yig'ilish kerak. Qanaqadir soyuz xoreograf bo'lish kerakmi? O'sha narsa bo'lgandan keyin mana biza oldin Mukarrampa raqs qo'ysalar, biz hech qachon raqsni ko'rsatmasdan ijro etmasdik. Oldin kelib o'tardik. Oldin televideniyada o'taka bo'lardi. O'taka musiqasi agar mos kelmasa, raqsi mos kelmasa, uni o'tkazishmasdi. Hozir shu narsalar hammasi ozgina bo'lsa ham chalkashlik bo'ldi. Balkim hamma o'zicha haqdir, lekin meni shaxsiy fikrim shu bitta katta bir soyuz yig'ilish kerak. Bitta xoreografdan emas, ikkita xoreograf o'tirsin, ikkita rassomdan o'tirsin, ikkita konservatoriyadan qanaqadir bitta общий sostav qilish kerak-da. O'sha narsa любой yangilik bo'ldimi, o'sha o'tish kerak o'shandan. Kiyimi bo'ldimi, o'tmadimi, ras bo'lmadimi, значит uni protokol qilib yo'q qilish kerak. Masalan, shunaqa deb bilaman. Agar mana shunaqa qilmasak biza hozirgi kundagi bizani muammolarimiz o'zimizni ichimizda qolib keturadi. Etamiz, qolib ketadi, etamiz, qolib ketadi. Bu narsa juda ham anaqa kuchli, fidoyi sostav qilish kerak.